Nima gap YouTube? Sizlar bilan Sardor. Anchadan beri yana o'qib qoldim. Bu ikkinchi marta o'qish ishlar bilan bo'lib YouTube'ga video qilishga ham vaqt bo'lmadi. Vaqt bo'lishidan ham yana bir narsa dangasalik ancha yengib qo'ydi. Nimaga deysizlaring, oxirgi vaqtlarda ishim, o'qishim hammasi ko'payib ketganligi sababli o'zimga vaqt ajrata olmay qoldim. O'zinglar bilasizlar, 2021, 22, 23 yillarda lockdown bo'lgandim. Zal, ish, o'qish hammasiga mana shu jarayon 2,5 yil davomida rosa katta energiyamni olib qo'ydi va oxiri hech narsaga ishtiyoqim qolmay qoldi. O'qishga ham, ishga ham, zalga ham boryapman. Hozirgi kunda o'zim formamni ushlab turish uchun. Lekin oldingidek ishtiyoq yo'q. Oldin misol uchun 12 soat ishlardim restoranda, ishdan chiqib zalga borardim, zaldan chiqib 4-5 soat uxlab o'qishga borardim. Mana shunaqa mutant holatda yashardim. Robot to'xtatib bo'lmasdi. Lekin oxiri mana shu narsa yengib qo'ydi, ancha energiyamni olib qo'ydi. Oxirgi yozda kontragim uchun ishladim. $4,000. O'sha vaqt ishda ham o'zi ancha energiya ketib qoldi. $4,000 kontrakt to'lashga o'zi bo'lmadi. O'qish boshlandi. Hozirgi kunda ishsizman, ya'ni unemployment officially. Nimaga deysizlaring, oxirgi ishim mashina ishi bo'layotgandi. Mashina ishim soati to'xtab qoldi anchagina, chunki Rossiyaga zakazlar bo'lmay qolyapti. Rossiya ham O'zbekistonga o'xshab utility boardni ko'tarib yubordi. O'shanga hozirgi kunda faqat ko'chadagi ishlar, ya'ni o'qishim, yeb ichishim uchun, uy ijara pullarini to'lash uchun yetib turibdi. Bundan ortiq hech narsa qilganimiz yo'q. Xo'p, o'shaning uchun YouTube'ni yana qayta davom ettirishga qaror qildim. Bu safar endi oxirigacha olib boradigan maqsadda bel bog'lamoqdaman. Chunki nimaga deganda, YouTube'dan boshqa men o'zimni yoqtirib qiladigan ishim yo'q. Ya'ni bu to'g'ri zal, YouTube, video olish, video kontent qilish. Men to'g'ri o'zim uchun video olaman, yaxshi video qilaman, yaxshi montaj qilaman, lekin bu narsani birovlar uchun qila olmayman. Nimaga? Chunki birov uchun qilsam, bilaman bu meni mehnatimning orqasidan u foyda oladi. To'g'ri, men misol uchun u menga pul to'lashi mumkin, lekin baribir ichimdan uning ko'tarilishi menga, ya'ni meni mehnatimning orqasidan bo'lgani uchun menga uncha tatimaydi. O'shaning uchun o'zimning mehnatimni o'zimga singdirishga, o'zimni ko'tarishga harakat qilaman. Juda ko'pchilik so'raydi, yaxshi video olasan, yaxshi video edit qilasan deydi. Tushunishmaydi. Men ichimdan o'zimni ko'tarish uchun mana shu narsani qilishni xohlayman. SMM'da 2020-yilda o'rganib yurayotgan vaqtimda ustozim so'raganda, nimaga SMM o'rganyapsan, ishlamoqchimisan deganda, yo'q, ertangi kunda nimadir biznes qilsam, nimadir ishim bo'lsa, o'zimni ko'tarish maqsadida o'rganyapman degandim. O'shaning uchun hozirgi kunda yanada YouTube'ni ko'proq rivojlantirishga bel bog'lamoqdaman. Xo'p, o'zbek YouTube'ga keladigan bo'lsak, o'zbek YouTube'i juda bilmadim, tushunib bo'lmayapti. Nima kontent qilsam YouTube'da odamlar ko'rish mumkin. Self improvement qilsak, jiddiy bo'lsak, kam ko'rilyapti. Menimcha bitta fishkani o'ylab topmadim, kashf qildim desam bo'ladi. O'zimga ham chet el YouTube'larini ko'rib, o'tgan videolarni ko'rgan bo'lsalaring, hammasidan bir tekstda o'tirib, bir xil gapirganman. Ya'ni tayyor skriptni o'qiganman, ya'ni o'zim tayyorlagan skriptni o'qib gapirib berganman. Ular ham yaxshi prosmotr olardi. 1000 ta, 2000 ta, 6000 tagacha prosmotrga chiqdi. Lekin o'zim mazza qilmadim. Nimaga deganda, baribir aktyorskiy bo'lgandan keyin odam ikkinchi yuzini bilmaydi. Aslida men o'zim bo'lgim keladi, o'zim Sardor, o'zimni ko'rsatgim keladi. O'zim qanaqa bo'lsam shunaqa bo'lgim keladi. O'shaning uchun oxiri o'ylab qaror qildim. Hech qanaqa skript emas, hech qanaqa tayyorgarliklarsiz, hech qanaqa o'zimni o'zgartirmasdan, hech qanaqa aktyorskiyni qo'shmasdan o'zimni ko'rsatishga qaror qildim. Mana shu men Sardorman. Hozirgi kunda ishsizman, o'qishimdaman va zalga boraman. Hayotim zerikarliroq desak ham bo'ladi. Nimaga deganda, ko'pchilik bu yerga kelganda barga boradi, ichadi, bu ko'chada aylanadi. O'sha narsalar menga tatimayapti. To'g'risini aytsam, nimaga deganda, hali hech narsaga erishmaganman-da. O'zimni ko'z oldimda hali o'zimni potensialimni bilaman. Kelajakda nimalar qila olishimni, qo'limdan nima kelishimni, o'sha narsani qila olmaganim uchun, ya'ni qilmayotganim uchun boshqa narsa, ya'ni boshqalar kayf qiladigan narsa menga kayf bermayapti, ya'ni tatimayapti. Ichimdan vijdonim yo'l qo'ymayapti. O'shaning uchun vaqtni bekor ketkazmasdan ko'proq o'zimga yana vaqt ajratishni, o'zimni ustida ishlashni qayta yo'lga qo'ydim. To'g'rimi, 2022-2023 yillarda rosa lokin bo'lgandim, energiya kuchli, bilmayman unaqa energiya qayerdan olganman. Yana xohlardim o'sha energiyam qaytib kelishini. Nimaga deganda, zal endi boshlaganimda o'zim tirriq bola bo'lganman, ariq, yelkim kichkina. Keyin o'sha 2 yil yaxshi shug'ullanib, o'zimni ustimda ishlab, ancha o'zgarganimdan keyin motivatsiyam qaytib qoldi. Nimaga deganda, o'sha bo'ldi, erishdim. Endi
buyog'iga nima qilaman degan o'y-xayollar kelib qoldi-da. Endi chunki atrofimda har xil odamlar paydo bo'ldi. Chalg'idim ancha. Mana shu narsa meni to'xtatib qo'ydi. Hozirgi kunda ham ishtiyoqlarim juda pasayib ketgan. O'sha narsani qaytarish maqsadim. YouTube'ga keladigan bo'lsak, YouTube'da ham uyalmasdan aytaman, to'g'ri. Ancha chalg'idim, ancha dangasalik qildim. Bu narsa endi bor narsa hayotda. Yashirib bo'lmaydi. Mana endi comeback qilish kerak. Comeback qanaqa bo'ladi? Xo'p, bundan buyog'iga haftasiga 2 martadan YouTube video chiqishi kerak. Обязательно. Zal qolgan hayot o'z-o'zidan davom etaveradi. Bizning maqsadimiz 25-26-yil juda katta o'zgarishlar qilishimiz kerak. Mana shu vaqt davomida, chunki o'zim bilaman potensialimni. Har doim ichim boshqacha g'urlab bo'lib yuraman-da. Nimaga? Chunki mana shu qo'limdan nima kelishini bilib turib qilmasam, ko'nglim g'ash bo'lib yuraman. Mana shu narsa kichik update edi sizlar uchun. YouTube'ga qaytamiz, yaxshi kontentlar qilamiz, foydali sizlar uchun. Yana nimalarni ko'rishni xohlaysizlar, nimalarni bilishni xohlaysizlar, nimalar chiqaray mana. Men misol uchun chet elda o'qiyman. Chet el hayotini ko'rishni xohlaysizlarmi? O'zinglarni rivojlantirishni xohlaysizlarmi yoki chet eldagi odamlar hayoti bilan olib chiqaymi, tanishtiraymi, nima madaniyat o'rganmoqchimisizlar yoki O'zbekiston bilan chet madaniyati nimaga rivojlanmayapmiz? Men mana shu narsalarni ko'ra olaman-da, ko'rib his qilganman ancha. Nima uchun biz O'zbekistondagilar boshqacha, chet eldagilar boshqacha, nima o'zgartirib turibdi? Qizlar, bolalar, katta kichik hammasini ancha o'rgandim. Ya'ni yon atrofimdagi odamlar bilan gaplashib, bilib, ular bilan ko'rishib, hammasini o'rgandim. Ana endi mana shu tajribalarni sizlar bilan bo'lishaymi? Nima xohlaysizlar? Sizlar qanchalik ko'p ideya bersalar, men ham shunga qarab videolarni chiqarishim mumkin. Va aniq buni qilaman. Xo'p, kichik mana shu update edi sizlarga. To'g'risi, keyingi videolarda ko'rishguncha sizlar bilan Sardor.